Shunday sunnat amallar bor. Ana shu sunnat amalni vaqt kelganda qilmaslik sunnatdir deydi. Men o'zim safarda edim, kelib olib tashladim hammasini. Kerak emas ular dedim. O'sha o'zi qo'yiladigan narsa edi, lekin kerak emas ham bo'lib qoldi o'sha. Haligi ahmoq o'sha oiladan chiqqan haligi eshshak. Nima qiladi u? Haligi ekstremistlarning gaplarini eshitib oladi, o'sha chetdagi yurgan, u Zubarmi, boshqasimi, ahmoqlar bor, shu odamlarni adashtiradigan. O'sha narsa buyuriladi ularga. Sen deydi, seni xizmating deydi. O'sha bitta narsani ushlab ol. Mana u yerda ushlab olganda, qani domla nima deysiz shu narsaga? Dinimizda yo'qmi bu narsa? Masalan, bitta odam shu uyni qo'yayotganda, masalan, eshik rom o'sha uyga qurilishga ishlatilishligini biladi. Hamma biladi uni. Eshik rom qo'yish kerak edi, uy bo'lmaydi u. Endi u usta endi boshlayapti uyni. Hali betonini ham qo'ymadi. Kelyapti turib eshik romni ushlab olib turibdi. Mashina qo'yishimiz kerak edi. Yo'q deysiz, u uyning ichiga kiradi o'sha eshik rom. Xo'p deydigan bo'lsangiz, hali uni joyi emas-ku bu. Siz beton qo'ying, ahmoq, hali beton qo'yaylik. Hali devorni uraylik, uni o'rni chiqsin, uni olaylik hisobini, keyin qo'yamiz. To'g'ri aytyapsan, qo'yiladigan narsa. Qo'yish kerak bo'lsa qo'yamiz. O'zim qurilish qilyapman, o'shanga misol keltiryapman. Yaqinroq. Haligi qurilish qilayotgan joyda bitta joyga anaqa qo'yishibdi. 2-3 ta joyiga haligi anaqa qo'yiladi-yu, bir ramka qilib havo kiradigan qilib. Men o'zim safarda edim, kelib olib tashladim hammasini. Kerak emas ular dedim. O'sha o'zi qo'yiladigan narsa edi, lekin kerak emas ham bo'lib qoldi o'sha. Zarur emasga o'xshab qoldi. Qo'ymadim-da keyin o'sha narsani. Demak, o'sha narsa qo'yiladigan narsa edi, qo'ymasligi ham mumkin. Haligi ahmoq o'sha oiladan chiqqan haligi eshshak. Nima qiladi u? Haligi ekstremistlarning gaplarini eshitib oladi, o'sha chetdagi yurgan, u Zubarmi, boshqasimi, ahmoqlar bor, shu odamlarni adashtiradigan. O'shalarning bitta-ikkita gapini eshitib oladi-da, eshitib olib, "Yo'q, mana travertin qilishimiz kerak edi-ku" deydi. "Ha, xo'p, travertin qilishimiz kerak. Lekin hozir emas u o'rni. Balki uyimiz bitgandan keyin o'sha travertinni qilmasmiz, o'rniga boshqa narsa qilarmiz, qayerdan bilasan? Sen olib kelgan yog'och darvozani qo'ymasmiz-da, temir darvoza qo'yamiz, qayerdan bilasan? To'g'ri aytyapsan, lekin hozir o'rni emas." Deysiz, uni tushunmaydi-da u. "Yo'q" deydi. "Rad qila olaysanmi?" dedi. "Yo'q, rad qila olmaysiz." O'sha narsa buyuriladi ularga. Sen deydi, seni xizmating deydi. O'sha bitta narsani ushlab ol. Mana u yerda ushlab olganda, qani domla nima deysiz shu narsaga? Dinimizda yo'qmi bu narsa? Dinimizda bor bu narsa. Lekin o'sha narsaning joyi bor, o'rni bor, qilinishi kerakmi, yo'qmi? Bunga bitta misol. Hozir zamonamizning eng olimlardan, ko'zi ko'ringanlardan Yusuf Qarzoviy degan olim bor. O'sha insonni Avlaviyat degan kitoblari bor. Men tarjima qilganman. Amallarning martabasini anglash degan kitob. Men nima uchun tarjima qilganman o'sha kitobni? Bitta jumlasi menga yoqqan. Bu narsani juda ko'p joyda aytganman suhbatlarda ham. Bitta narsa yoqqan. Aytganki, shunday sunnat amallar bor. Ana shu sunnat amalni vaqt kelganda qilmaslik sunnatdir deydi. Shuni bo'lmaydigan narsa bu. Shunday sunnat amallar bormishda, o'sha sunnatni ba'zan qilmaslik sunnatdir deydi. Unga misol keltirgan, masalan, haligi shimini poychasidan ko'tarib oladigan bor, sunnat deydigan, xon taxtada o'tirmaymiz deydigan, yog'och qochiq, temir qoshiq. Hammasi sunnat. Lekin o'sha sunnatni qilsangiz, siz haligi boshiga lata boylab olgan, bu tinchlikni ko'ra olmaydigan, bu yurtingizdagi tinchlik barqarorligini ko'ra olmaydigan iblislarga o'xshab qoladigan bo'lsangiz, o'shani qilmaslik sunnat. Soqolni qo'yish kerak. Agar siz soqolni qo'ysangiz, o'sha iblisga o'xshab qolsangiz, o'sha eshakka o'xshab qoladigan bo'lsangiz, o'sha buzg'unchilarga, o'sha toifalarga o'xshab qoladigan bo'lsa, o'shani qilmaslik sunnat. Qilish sunnat emas. Odam aqlni ishlatish kerak. Xuddi shu uy qurishga o'xshagan narsa. Qilish kerak. Uyni romini qo'yish kerak. 10 talab rom qo'ying. 4 talab eshik qo'ying. 20 ta konditsioner qo'ying. Qo'yish kerak.
kerak bo'lgan narsa o'sha uyga. Lekin o'sha narsani vaqt keladi qilmaslik kerak. Qilsangiz bo'lmas ekan. Chiroyli qurishingiz kerak, hamma yoqqa imkoniyatingiz bor, lekin uni qo'yadigan bo'lsangiz, atrofingiz qum, shag'al bo'ladigan joy ekan, rasvo bo'lar ekan. Qiling o'sha narsani, qilmaysiz. Sizni kim aybdor qiladi, qilmayapsan deb. Aqlingizni ishlatyapsiz. Demak, fitna bo'ladigan, dinimizda fitna bo'ladigan narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani qilmaslik kerak.